Assalomu alaykum. Mana bugun Lenta magazinni obzor qilamiz. Nimalar sotiladi, nimalar bor. Hamma narsani ko'rishingiz mumkin. Chirishingiz bilan meva-cheva, tarvuz, qovun deysizmi? Shuni yozib topsa bo'ladi. Bu yoqda bog'cha ekinlari, pomidor va bering. Bu yerda qanchaydir uzilmaydi. Qaysidir bir davlatdan kirib keladi baribir. Bu yerda baliq. Biz oshqovoq, karam, hamma narsa bor. Kartoshka, piyoz. Uzluksiz bu yerda meva-cheva hamma narsa bor. Ham arzon, qandaydir bizga nisbatan, O'zbekistonga nisbatan arzon narsalar ko'p. Bu yerda quritilgan mevalar, sevichka, oshqovoq. Bu esa banan, qo'rqmoq, mango. Buni olasiz, taroziga qo'yasiz, yozasiz nimaligini. Bu yerdan sizga qancha bo'lganini senatni chiqarib beradi bu tarozidan. Bu yerda ham bor. Bu yerda tropik mevalar. Nomini bilmaydigan narsalarim juda ko'p. Nima bu endi bilmayman. Hamma narsani topsa bo'ladi. Mana ko'katlar, pivo, hamma narsa bor. Bu yerda go'sht, tovuq go'sht asosan bunaqa magazinlar. Bu yerda tuxum, kolbasa, halol kolbasa bir ikki dona bo'lishi kerak mana. Shu. Mes qator ekan. Bu qolganiga hammasiga cho'chqa yog'i, go'shti qo'shiladi. Halol deb yozib qo'ygan o'zi. Kolbasalarga. Bu yo'q. Mol go'shti bor, shunaqa joy. Cho'chqa go'shti o'zi yozib qo'ygan nimaligini. Qisqa ko'rsak bo'ladi. Bu yerda ham kolbasa, sir, bu yerda salatlar. Tayyor ovqatlar ham bor. Non. Idish tovoqlar. Hammani sevimli ovqati ashrak va oltin. Yog'i makaron, choy, kofe. Yana nima topsangiz bo'ladi bu yerda. Qiziqroq narsa ham chiqqan. Bu shokoladlar. Pechenyelar, bu taraf shokoladlar. Bu yoqda ham shokoladlar bor ekan. Bitta ham qiziq. Kiloga shokoladlar, qandlar bu tarozi qo'yasiz. Bu yerga raqam yozilgan. Mana 34-raqam 99 rubldan ekan. 34 ni bosasiz, paketga solib, sizga chiqarib beradi narxini. Non. Asosan bu yerdan o'zimizkilar non olmaydi, chunki pichyorchka non olishadi. 20 rubldan nonlar bor deydi. Bu yoqda tortlar. Nimaligini bilmadim to'g'risi. Buni ham yogurt.
Ha, esladim. Yogurt. Xo'sh, sut. Bu yerda sut. Undan keyin qatiq, kefir. Qatiqqa o'xshaydi, lekin qatiqchalik emas. Bu yerda masla yegani, nonga qo'shib yegani. Smetanalar bor. Ya'ni bu magazinlarga har qanday mushuklardagi ovqatlarga qo'shib beriladigan narsalar. Moskvada shunday. Har qanday magazinga kirsangiz, ichidan o'zingizga kerakli narsalarni topishingiz mumkin, katta ehtimol bilan. Yo'q narsangiz yo'q. Hamma narsa etap bilan qo'yiladi. Shampun, sovun, ya'ni bozorga borishingizga hojat yo'q bu yerda. Shunday magazinga tushasiz, o'zingizga eng yaqin Pyaterichkami, boshqami, lentami, Perekroska farqi yo'q. Kirasiz, o'zingizga kerakli narsalarni olsangiz, topishingiz oson. Bu yoqda kassa